Her ayına 2 milyon 100'den Arizo 6 Pro maşinimiz sizlere. Kojinli salon, cruise kontrol, multimedyası, monitörü, avtomat korobka, elektronli tormozi, EcoSport rejimi. Bu avtomobilimiz 1.5 turbo motor, 147 at kuchi. O'zini tan narxi 214 milyon 900 ming so'm edi mana. Naqd olaman degan mijozlarimiz uchun 174 milyon 900 ming so'm, 40 milyon so'm maxsus foyda bilan xarid etib kelsalar bo'ladi. 40 milliongacha maxsus foydasi bor. Bu degani 304 milyon 900 ming so'm olib kelsalar ham bo'ladi. 304 milyon. Plus ichida propan ham qo'yib beriladi. Oho. 7 o'rindiqli bo'ladi o'zi. Tiggo 8'larimiz, bularning benzin, gibrid variantlari hammasi sotuvda mavjud. Gibrid ham bor, ha? Gibrid ham bor. 7 o'rindiqli. 7 o'rindiqli bo'ladi. Yani bir o'rindiqni biz yotib qo'yamiz, bu yerda pokaz uchun. Buni naqdasalar 30 milliongacha maxsus foydada, bo'lmasa o'z tan narxidan 5 yilgacha foizsiz bo'lib bersalar bo'ladi. Mashinamizda 7 yil 200 ming kilometr rasmiy kafolat beriladi. 7 yil? Elektromotori, batareyasini esa 8 yil 160 ming kilometr rasmiy garantiya beriladi. Eldan 30% uni to'lasalar, qolgan 18 oy muddati. 40% bilan 24 oy muddati. 50% bilan 36 oy muddati. 60% bilan esa qolganini 5 yil muddatigacha bo'lib bersalar bo'ladi. Hech qanday foizlar bo'lmaydi. Ulgurib qarshilarizni so'raymiz. Rastrojka muddatlarimiz qisqarish arafasida turibdi. Shuning uchun niyat qilganlar bo'lsa, hozir ayni vaqtda. Uspet etinglar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sağmısınlar, bugün xudo xolasa bize yine bir yangilik izlep Cherry avtosalonuna girip geldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu ko'chada durganlar bu test drive qiladi oladimi bular? Avang, bu bizning mijozlar mashinalarni kelib ko'rib tanlab, bemalol haydab ko'rish imkoniyatini yaratish maqsadida har bir turdagi avtomobilimizda test drive'larimiz mavjud. Yana test drive zonalarimiz ham mavjud shunda. Bemalol keladilar, chanda ko'radi, istagan avtomobilni chiqib ko'rib, haydab ko'rib, tozasini xarid qilib ketaveradilar. Cherry avtosaloni nerede joylashgan degan yurtdoshlarimiz bize adreslerini, orientirlarni tushuntirib o'tishimiz kerak. Qaranglar, bize durgan yerimiz endi Urganch shahriga kiradi bu yerlar. Endi yana Xiva yo'lini ko'piri bu. Ekskavatorning zavod bu yerda, quruq bu yerda, xullas, shu ko'pirdan ko'rinadi Cherry avtosaloni. Unga kelasizlar, xudo xolasa ishingiz bitib ketadi. Yaxshi niyat bilan kelasizlar, xudo xolasa yaxshi niyatingizga erishasizlar. To'g'rimi? Xudo xolasa. O'zi hammamiz bu hayotda orzu qiladiganimiz joy, mashina deymiz hammamiz. İlacı varsa tezroq mashina olishga harakat etamiz. Shuning uchun sira imkoniyatning zo'rlari bor. Bugun xudo xolasa shularni bilib olasizlar. Ichanda git. Ichanda boshqa beramiz aslında. Hozirgi kunda xalqimizni talabini javob beradigan mashinalar yana Tiggo 2 Pro. Hozirgi kunda ko'p ayollarimiz elab bitdi buni. Ko'p ayollar, yoshlarimiz, ekonomishni o'zini ekonomichligi, keyin komfortligi o'zining narx tarafidan boshqa avtomobillarimizda yaxshi ajralib turibdi. Bundan tashqari bu avtomobilimizda bilasiz, hozirgi kunda 5 yilgacha hech qanday foizsiz bo'lib to'lash tartibi yaratilgan. Hava. Shu bois orqali hamma shu avtomobilimizga ko'p xaridor. Hozir yetirib berishdan sal qiynalib turibmiz Yusufboya. Endi qo'ldan kelsa yetirib turibmiz, mashinlarimiz bor. Lekin talab ko'payib ketdi bu mashina. Sababi o'zini tan narxi 214 milyon 900 ming so'm edi mana. Naqd olaman degan mijozlarimiz uchun 174 milyon 900 ming so'm, 40 milyon so'm maxsus foyda bilan xarid etib kelsalar bo'ladi. Bundan tashqari naqd pulim yo'q, lekin boshlang'ich bitta pulim bor, qolganini bo'lib bersam bo'ladimi degan mijozlarimiz uchun kamida 25% bersalar 2 yil muddati, 30% bersalar qolganini 3 yil, 50%, 40% bersalar qolganini 5 yilgacha hech qanday foizsiz bo'lib to'lasalar bo'ladi. Eng zo'ri bu yerda kuzov zanglamaydi. Bularning kuzovi bilasizlar, asinkonli kuzov hamma Cherry modellarimiz asinkonli bo'ladi, zanglamaydi, churimaydi, korroziyaga qarshi. Bundan tashqari Yusufboya mashinlarimizni turidan kelib chiqib 5 yil 150 ming kilometrdan to 7 yil 200 ming kilometrgacha rasmiy garantiyalari beriladi, kafolatlari. Endi garantiya berdi, xizmat ko'rsatish servisini chiqaradi desa, servis ham o'zlarimizda bor, bemalol zapcha servis har taraflama o'zlarimizda bor mashina. Yine kilitlari görünüşü. Buna bar gerekmiydi. Barı özü şikarni ekan buni. USB portları 12 volt. Qarang, cruise kontrol bor, multimedya knopkalari bor, monitor bor, avtomat korobka, ruchniy tormozlari elektronniy, avtohold sistemasi bor. Elde laboy, bokoylar spiralniy, elektronniy tablosi analogoy bo'ladi. Elektrousilitilniy ruli. Yana nima kerak deysiz? Qo'yilgan cho'donlar ham bor. Kamera parktronikasi. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili har bir til ustanovka atilgan.
Jizzax'a gelsangizlar bilasizlar, kolotkalar qizib ketadi bizning mashinalar masalan podyumdan tushib chiqish bor. Ha. Bunda yana o'zining spesial knopkalari bor. O'zi shunga Podyumda mashina stabilizatsiyasini ushlab beradi. Podogref bor. Podogref bor. Mashina o'zi 3 silindr birlik turbinli motor bo'ladi. 102 ot kuchi. Shahar yerine rasxoti 5,5-6 litr atrofida. Dalniya haydasalar o'rtacha 3,5-4 litr atrofida rasxot etadi. Ekber bunga metan qo'ysa bo'ladi axir, ha? Bu mashinamizda metan ham propan ham uстановка qilinsa bo'ladi, lekin o'zining rasxotini aytib turman 5 litr 6 litr. Kerakmi demak zavod tavsiya qilmaydi. Lekin yo'q qo'yaman degan mijozlarimizga bemalol qo'yib haydab yursalar bo'ladi. Bir dana tabletga tashlaysizlar, propan qo'yaman desangizlar, yo'qsa benzin deysizlar. 420 litr bagajning ob'emi ham. Lekin katta ekan bu ob'em, ob'shim dahshat ekan buni. Diska qo'yaman, unda tamom yurmaydilar. 17 razmer diskalar ham chessikonli diska bo'ladi. Sportivniy shinalarda turibdi. 4 balon ham diskli торможенияda bo'ladi. Baraban bo'lmaydi. Eshiklaridan beskluchoy dostuplar mavjud. Bakoylar beklanami bunda? Bakoylar inaladi. Aha. O'zi polni full ekanda bu. Full, hamma komforti joylashgan o'zida. Yana bu yana qarasangiz Yusufboya bir kobaltni puli bor tutdi hozir o'yinda. LED bular, ha? Polni LED. Elde arka faralar LED. Bu qoshlari gündüzgünü yonib beradi. Ana, necha kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldinglar, kim aytgan bo'lsa shu mashina haqida. Menimcha bu mashina hali gap topgan odamni o'zi bo'lmadi. Endi Yusufboya hozir o'yinda bilasiz Xitoyning mashinalari ko'p. Shahrimizda, viloyatimiz, respublikamizda. Bu mashinalarni boshqalardan ajralib turadigan yeri, yine aytdim-ku 550 ming rasmiy kafolat beriladi. Shunga yarasha zapchasi ham o'zlarimiz Jizzax zavod bo'lgandan keyin 3-4 barobar arzon beradi, zapchasi hamma yoq bor. Tushunarli. Shularni ham e'tibor berib o'tib. Uspetatinglar. Uspetati qancha? Ha, bu eslatib o'tamiz. Bu 5 yil muddatgacha рассрочка variantlarimiz hozirgi kunda endi bizda shunday ma'lumot tarqalib turibdi. Yaqin arada tugatilishi mumkin. Hali rasmiy e'lon qilinmadi, lekin gap so'z bor. E'lon qilinmadi, lekin agar niyat etib yurganlar bo'lsa, bemalol tashrif buyurib, shartnomalarni qilib, haydab olib chiqib ketsalar bo'ladi. Tushunarli. Shunda buni ot kuchi necha buni? 102 ot kuchi bo'ladi avtomobilimizda. Bizda наличиеda qora sveti, oq sveti, alyumin sveti, seri svetlari mavjud. Boqi 50 litr oladi ekan. 50 litr bilan polni Toshkentga borsalar bo'ladi. Tushunarli. Bu qaysisi bu? Bu 7 Pro avtomobilimizning bu eksklyuziv desek ham bo'ladi. 25-yil varianti bu. Bizda bir donasi shu saqlab qo'yiladi. Bu avtomobilimizda o'z boshqacha tartiblar mavjud. Buni mijozlarimiz tashrif buyursa tushuntirib o'tamiz. Bu 25-yil kuzov bo'lganligi sababli hozirgi kunda shuninglar ichine propan gazini uстановка qilib berishimiz ham mumkin. Bonus hisobida. Faqatgina kuzov 25 qolganda. Tushunarli. Bir dona lekin mashina hech qanday bez probek. Yagona ishi bir dona oq svetimiz qoldi. Kimga nasib qiladi ekan ko'ramiz endi, xudo xolasa. 25-yilda turibdi, lekin bu 7 Pro 7 Pro'ning full pozitsiyasi. O'zi tan narxi 344 million 900 ming so'm. Villarim yanada ekan buni. 360 kamerasi, telefon bespроводной, холодильники, kruiz kontrol, 9 zonli klimat kontrol, Eco Sport rejimi, panorama lyuki. Hamma narsalari bor. Balonlar ham 18 razmerda bo'ladi. Hech qanday almashtirib yurish shart emas. Bu 5 kishilikmi bu? 5 kishilik. Polni obogrev salon ham bo'ladi. Sidenalar elde, orqa rullar ham qizadi. Balon 18lik ekan diskasi. Balon 18lik. Shunda buni bahosini necha so'mda turibsiz hozir? 344 million 900 ming so'm. Bu mashinamizni, faqat shu mashinamizni naqdda xarid qilaman yo oddiy kredit asosida xarid qilaman degan mijozlarimizga 40 milliongacha maxsus foydasi bor. Bu degani 304 million 900 ming so'm olib ketsalar ham bo'ladi. 304 million. Plus ichida propan ham qo'yib beriladi. Oho, yana. Ga. Diskasini ko'rib, zapaskasi bir ekan buni. Zapaskalari zapaskasi ham e'tibor berasiz. O'zining razmerida 18 diska balon bo'lgan, 25 tada. Hozir 26-yil variantlarga turib bo'lsa, shular dakatka bo'ldi. Qo'sha salon ichi Qo'sha salon. Yana bu yon tarafimizda esa 26-yil restyling variant. Xuddi shu 7 Pro. Bir narsa yodimizdan chiqib ketibdi. Yana bir tushuntirib o'tsak, bu Tico 2 Pro'da podogref laboda, laboy qizami bularni? Laboy aynan polni qizadi. Laboylari qizadi. Elde 2 o'rindagi ruli qizadi. Bularniki ham qizadi, spirali bor. Polni. Bunda polni salon qizadi. Bu yana shu 7 Pro avtomobilimizning 26-yil restyling varianti bu. Bundan 360 karamina bor. To'shi shu narsa yana 26-yil o'tib turib, ishining ko'rinishiga keltirilganda. Restyling deyapti. Bu restyling, bu restyling. Tan narxida.
Motorlar bir xil. Motori bir xil, 1.5 turbo motor, 147 ot kuchi ikkisidan. Bunda qo'shimcha o'zgarishlar, polni eld vidlari o'zgaradi, bufferlari, oblisovkalari, farlari 8 Pro nikining mod chiqadi и bularda уже korobkasi robot korobka qo'yilgan. Bundan xuddi shunday 360 gradus kamerasi, polni obogrev salon, sideniyalar elda orqaga qizadi, sideniya pamitlari, telefon bespроводнойлari, 9 klimat kontrollari, yana monitorlarni e'tibor bersangiz ham avvalgi 8 Pro'lar o'xshab chiqarilgan. Ko'p farq qiladi ekan undan. Obshivkalari polni kojunni bo'ladi. Bundan panorama lyuki. Bu avtomobilimiz o'zi 7 Pro'miz. Hozir 26-yilga kelib 3 xil komplektatsiyada bor bizda sotuvda. Life komplektatsiyamiz bor 299 million 900, premium komplektatsiyamiz 344 million 900, keyin max komplektatsiyamiz bor 364 million 900 ming so'm bor. Bu maksimum qaysi? Yo'q, bu Pro premium varianti. Ikkinchi pozitsiyada bo'lsak, ko'p odam tushunadi. Ikkinchi pozitsiyasi shu xuddi shunday bo'ladi. Hozir bu ikkinchi pozitsiyasi shunda buni? 344 million 900 ming so'm. Bunga endi maxsus taklifda naqd olaman degan mijozlarimizga 25 million so'm maxsus taklif bilan 319 900 ga xarid etsalar bo'ladi. Bundan tashqari bu avtomobilimiz ham imtiyozli kredit, foizsiz bo'lib to'lash dasturlari bor. Shuni tushuntirib o'taman. Foizsiz bo'lib to'lash nechga bo'ladi desalar, aldandan 30% uni to'lasalar, qolgan 18 oy muddati. 40% bilan 24 oy muddati. 50% bilan 36 oy muddati. 60% bilan esa qolganini 5 yil muddatgacha bo'lib bersalar bo'ladi. Hech qanday foizlar bo'lmaydi. Tushunarli. Arkalarni ham kuzatib beramiz. Xolodilniklar ham bor borunda Yusupaya. Podogrev orqadan bor ekan. Podogrev orqadan bor. Elde orqa rul polni qizadi. Bom elektrobagajnik elektronli bo'ladi. Ochilib yopilishi. 5 kishilik axir. 5 kishilik. Eco, Comfort, Sport 3 xil rejimda yuradi. Zapaska joylarni. Zapaskasi deydi buni. Tiydi ekan bu. Orqaga qaraganda bu endi restyling variantida, bundan bo'lib chiqqan variantda. Tushunarli. Bu avtomobilimiz ham polni gaz qo'ysalar bo'ladi. Zavod tomonidan propan tavsiya etiladi. Zavod bilan stakni shartnomasiga ko'ra biz yeramiz. Stak kompaniyasida bor propan qo'ysalar 5 yil 150 ming kilometr rasmiy kafolati buzilmaydi. Bemalol haydab yursalar bo'ladi. Tushunarli. Bu avtomobilimizdan oq, qora, keyin seri svetlari nalichida bor. Qo'shib chiqqan ekan ellar buni. Bu mashinamizni o'zi xalq biladi, 4 yil bo'ldi sotamiz. Bu mashinamiz 7 Pro degan 8 Pro mashinalarimiz, Arizo 6 Pro'larimiz polni ispaniyadan o'tib bo'lgan Yusupay. Endi qaysi bu? Arizo 6 Pro modelimiz bu. Comfort degan komplektatsiyasi ikkinchi pozitsiyasi ya'ni. Bahasi 254 million 900 ming so'm. Biz 3 xil komplektatsiya bor. Life'imiz bor. Atmosferli motor bo'ladi, xuddi shunday ko'rinishdagi. U 239 million 900, Comfort 254 million 900, keyin full variantimiz bor. Intelligent deb aytiladi. Lyuk 360 kameralari bo'ladi. Bu 279 million 900 ming so'm. Uni naqd oladigan bo'lsalar 25 million so'm maxsus foyda bilan xarid etsalar bo'ladi. Bir salonga Bazı ikinci komplektatsiya Comfort'imiz. Bu komplektatsiyamizdan kojunli salon, cruise control, multimedyası, monitoru, avtomat korobka, elektronli tormozi, Eco Sport rejimi. Bu avtomobilimiz 1.5 turbo motor, 147 ot kuchi MPI motor bo'ladi. Bunga bemalol propan qo'ysalar bo'ladi Yusupaya, garantiyadan chiqmaydi. Shu stak kompaniyasi bilan qo'ysalar. Salonning ichi keng. Ходовой sistemasi yumshoq bo'ladi. Sidinalar ham sportivniy ekan buni. Sidinalar ham sportivniy qizadi ham, oldi xatar ham, orqa xatar ham, rullar ham qizadi. Bundan xuddi shunday oldi loboy, bokoylari, orqa loboylari polni spiralli bo'ladi. Eshiklaridan beskulchoy do'stlari bo'ladi. Buni rasurishga chiqarib olib bo'ladimi? Buniki xuddi 2 Pro'ga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni oldindan 25% to'lasalar 2 yil muddati, 30% bilan 36 oy, 40% bilan esa 5 yil muddatgacha chiqarib olsalar bo'ladi. Yana. Bu ham otsinkonli, jemchuk bo'ladi, yoldirab dönib turadi. Bu avtomobilimizda ham qora, oq, mokriy asfalt svetlari bor. Diskasi 17lik ekan. 205 ga 50 ga. Rasxodcha bunda? Rasxod o'rtacha 8 litr atrofida yeydi shahar yerida, trassa rejimida 5 litr atrofida yeydi. Polni bak 48 litr oladi ekan, ot kuchisi shunda 147 ot kuchidan iborat. O'shada ekan. 147 da kuchli. Keyin bizda 8 Pro modellarimizning benzin variantlarini hamma turi bor. Ba'zi ko'rib turganimiz Yusupaya birinchi pozitsiyasi 399 million 900 lik luxury komplektatsiya bo'ladi.
7 o'rindiqli bo'ladi o'zi bu. Tigo 8'larimiz, bularning benzin, gibrid variantlari hammasi sotuvda mavjud. Gibrid ham bor, ha? Gibrid ham bor. Istaganlar uchun benzin variantlarimiz 3 xil komplektatsiyada, istaganlar uchun 2 xil komplektatsiyada gibrid variantlarimiz Bu mavjud. endi ikkilik turbomi bu ya? Yo'q, B8 Pro'ning birinchi, ikkinchi luxury premium komplektatsiyalari 1.6 GDI motor bo'ladi. Bu GDI motor ekonomik shu gadasini 8 litr расход etadi. Mashinani ko'rib o'tsangiz, полный panorama lyuk, 360 kamera, голосовой ассистент, слепой zona datchiklari, холодильники, keyin telefon bespроводной, bam xuddi EcoSport komfort rejimlarida yuradi. Qancha ish? Obogrev, obdov bo'ladi, Sony komplektatsiya bo'ladi, akustika sistemasi ham. Konseri o'zini o'zi ishim bunda ya. Yo'q, konseri turibmi? Salondan Men o'ylab olmadim, o'zi shamol urtibman. Mana qarayman, neda urib yotdi ekan bu konseri yana. Bu bemalol semeyli mashina hisoblanadi, 7 o'rindiqli bo'ladi. Bu chisti ya. Reysdan mashinani o'xshaydi-ku bu. Gigant, ham yeri sifatli. Bu mashinamizdan hozir ko'p hokimiyatlar sotib olibdi. 8 Pro avtomobilimizdan. Yetti o'rindiq. 7 o'rindiqli bo'ladi. Yani bir o'rindiqni endi biz yotib qo'yibmiz, bu yerda pokaz uchun. Shtorkasi ham bo'ladi. Istasa shtorkasini olib qo'ysalar ham bo'ladi. Chap tushiramiz buni. Shu ajoyib. Elektronli bo'ladi. Polniy безопасный rejimlari bo'ladi. Deydi qaytadi. Qirchib, urib, qisiq kamera. Buncha ot kuchi shunda? Bu 186 ot kuchi bo'ladi. Birinchi pozitsiyamiz, ikkinchi pozitsiyamiz 417 million 900 ming so'm. Keyin maksimiz bor 480 million 900 ming so'm. Faqat benzin variantlar. Rasxodi bir 8-8,5 bormi bularni? 8,5 litr atrofida shahara, Daniyasi 6 litr atrofida yeydi. Max variantimiz bor, 2 lik turbinli motor bo'ladi, 4x4 bo'ladi u. Avana 910 litr atrofida shahara yeydi, Daniyasi 6,5 litr atrofida yeydi. Uning narxi 480 million 900 ming so'm. Buni o'zida video registratsiyalari ham o'xshaydi, ha? Komplektatsiyaga qarab, hozir birinchi komplektatsiyamizda yo'q, ikkinchi, uchinchi komplektatsiyalarimizda bo'ladi. Video registratori, o'zining navigatori, hamma narsalari bo'ladi. Balon diskasi 18 bo'ladi, keyingi pozitsiyalarda 19 ketadi. Keyingi pozitsiyalarida salonning ham shokolad svet bo'ladi. Massaji, hamma narsalari bo'ladi. Gibrid bilan benzinini o'rtasida faqat shu gibridligida farq qiladimi yo? Yo'q, общий farq qiladi. Yana ko'rib tursiz, aldi, orqa o'zgarishlari, salon ichi to'liq o'zgaradi. Hozir yana gibrid variantimizning ikkinchi pozitsiyasi bu, premium deb aytiladi. 449 million 900 ming so'm mana narxi. Muzika aytib qolibdi-ku. Buni naqtasalar 30 milliongacha maxsus foydada, bo'lmasa o'z tan narxidan 5 yilgacha foizsiz bo'lib bersalar bo'ladi. Беспроводной зарядчиклari bor, tasbih Беспроводной зарядчики, 540 kamerasi, слепой zona datchiki, ko'rib tursiz, bunda start-stop knopka yo'q. Bunda remenni dakib tormozni bossangiz, mashina avtomatik yonadi. Kilit ichida bo'lsa. Remen taqmasang hammaydi? Yo'q. Remen taqmasangiz ham shu xavfsizlik taraflama to'liq e'tibor berib o'tilgan. Mashinamizda 7 yil 200 ming kilometr rasmiy kafolat beriladi. 7 yil? Elektromotori, batareyasini esa 8 yil 160 ming kilometr rasmiy garantiya beriladi. Bu yurgan vaqtda o'zini zaryad beradimi? Bu plug-in gibrid hisoblanadi. Plug-in gibrid. Bunda plus benzin motor ham bor, elektromotor bor. Benzin motor faqat zaryad berish uchun emas. Bunda benzin motor o'zini ham tortadi. Plus o'zini tortib borish jarayonida o'zini zaryad ham beradi. Bu degani ertang batareyaga nagruzka tushmaydi. Batareya qizib ketmaydi. Ana ko'rib turibmiz, hozir internetlarda, televideniyalarda chiqib turibdi. Ko'p elektromobillar yonib ketdi qizish natijasida. Bu hech qanday xavfsiz harakatlanadi-da. Qizib batareya nagruzka tushmaydi. 100 kilometrga 5,2 litr расход etadi. Ya'ni полный bak 60 litr benzin bilan bir to'riq zaryad bilan mashina 1200 kilometrgacha masofani bosib boradi. Head-up display dismi, massaj dismi, полный alcantara aytilgan bo'ladi ustlari. Bu ham 7 o'rindiqli hisoblanadi. Ham boshqacha ekan mana. Ha, bemalol komfortli. Bu mashinamiz hozirgi kunda eng ходовой, mягкий, podveskasi mягкий avtomobillardan birisi hisoblanadi. 7 kishilik axir bu. 7 kishilik bo'ladi. Bular bemalol kelib turib, test drive ko'rib, xaridatsiyalar bo'ladi. Tushunarli. Buni ham yana aytdik, xalosalar kredit, xalosalar muddatli to'lov, xalosalar lizing asosidan xaridatsiyalar bo'laveradi. Bo'lib to'lash dasturi bularda sal boshqacharoq. Misol 30% bilan 18 oy, 40% bilan 24 oy, 50% bilan 36 oy, 60% bilan 5 yil muddatgacha chiqarib beriladi.
O'zini shunday zaryadchiklar ham chiqadi Yusupaya. Ha. Yaxshi ekan bu. Gibridlar ham chiroyli chiqibdi. Keyin bizda Yusupaya yangilikimiz bor. Tiggo 9 Pro avtomobilimiz. Iyun oyidan sotuvi boshlandi bu avtomobilimiz va hozirgi kunda Chery oilasini eng hashamatli, eng katta, eng komfortli avtomobil hisoblanadi O'zbekiston hududida. 2 xil komplektatsiyada sotuvda mavjud. Benzin varianti bor 539 million 900 ming so'm. Keyin gibrid varianti bor 589 million 900 ming so'm hisoblanadi. Buni naqdalaman desalar 40 milliongacha maxsus foydasi bor. Bo'lmasa o'z tannarxidan bo'lib to'lasha asalab bo'ladi. Bu avtomobilimizda obduf, obogref, oldingi o'rindiqlardan massaj, xolodilnik, 540 gradus kamerasi, bu hozir ko'rib turganimiz bu gibrid varianti bu. 463 ot kuchi bor bunda. 5.2 sekundda 100 kilometrga chiqadi. Shu gavdasi bilan-da? Shu gavdasi bilan. 20 razmer diskalari. Xolasalar benzin varianti 2 lik turbinli motorlisi bor, 245 ot kuchi. Faqat benzinda yuradi. Buni og'irligi qancha chiqadi ekan buni? Og'irligi 3 tonna atrofida chiqadi. Bu qo'y. Shu tonnani 1,5 sekundda 100 ga chiqarsa bu? Mana ko'rish mumkin. Bam 7 o'rindiqli hisoblanadi. Bunda даже elektropривод bo'ladi, sideniya upravleniyalari, hamma narsalari. Tushunarli. Elde orqa park tronikasi ish qilib, mashinamizda zamonaviy hamma funksiyalar mavjud. Endi shuncha vajni aytdik, yana bir variant qolib ketdi. Masalan, barcha xizmatini chiqib turibdi. Bizlarda bemalol o'zlarining GM mashinalari bo'lsa, akkasalar trading xizmatimiz mavjud. Mashinani ko'rib, hisoblab olinadi, xolasalar boshlanish to'lov sifatida. Xolasalar qolganini qo'shib turib, naqd sifatida boshqa mashinalarni minib ketsalar bo'ladi. Bu imkoniyatimiz ham bor. Yani gördüğünüz o'zingiz hamma mashinamizdan test drive qilamiz ham bor. Bemalol shuda haydab ko'rib, xolasalar oltinli yo'lda, xolasalar 8 yo'lda sinab ko'rib, keyin xarid etsalar bo'ladi. Savollar bo'lsa, videoning pastida telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol Chery avtosaloni bolalar gapingizni bo'ldim. Rassrochka tartiblarimizni yana aytdik. Yana bir eslatib o'tamiz mijozlar uchun. Ulgurib qolishlaringizni so'raymiz. Rassrochka muddatlarimiz qisqarish arafasida turibdi. Shuning uchun niyat qilganlar bo'lsa, hozir ayni vaqti. Uspet etinglar. Asakbar, katta rahmat. Omon bo'linglar. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar.